Rossiyaning Xanty-Mansi avtonom okrugi Surgut shahridagi jome masjidida juma namozidan so'ng muhojirlarga qarshi keng ko'lamli reyd o'tkazildi. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, reydda Rossiya politsiyasi, Rossiya Milliy gvardiyasi hamda Ruskiye Sibiri nomli millatchi guruh vakillari ishtirok etgan. Masjiddan chiqqan 180 nafardan ortiq kishining hujjatlari tekshirildi. Ularning shaxsi aniqlanib, barmoq izlari olindi va fotosuratga tushirildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruv yakunida 3 nafar chet el fuqarosini Rossiyadan majburiy chiqarish, ya'ni deportatsiya qilish bo'yicha qaror qabul qilingan. Hozircha Rossiya Ichki ishlar vazirligi yoki Rossiya Milliy gvardiyasi ushbu reyd yuzasidan batafsil rasmiy bayonot e'lon qilmagan. Shu sababli internetda tarqalayotgan ma'lumotlarning asosiy qismi ijtimoiy tarmoqlarda joylangan video va xabarlarga tayanmoqda. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi nazorat tadbirlari so'nggi oylarda kuchaytirilgani kuzatilmoqda. Surgutdagi ushbu reyd ham ana shunday tekshiruvlarning navbatdagi namunasi sifatida baholanmoqda. Voqea yuzasidan yangi rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinsa, qo'shimcha tafsilotlar ma'lum bo'lishi kutilmoqda.